Biz bugun Namangan shahridamiz. Qo'rg'oncha MFida joylashgan Chaqmoq universal drobilkalar sexiga tashrif buyurdik. Chorvachilik sohasida ish faoliyat yuritib boruvchi vodiylik tadbirkorlarga katta yangilik. Bugun biz sizlarga Chaqmoq drobilkalarini taklif etamiz. Bu joyda drobilkalarimiz 2.3 kilovatlik 3000 оборотli obmotkalari alyumin va misdan tayyorlangan motorlar ishlatiladi. Drobilkalarimiz 14 ishli bo'lib, Jaguar kombayn pichog'idan qo'yilgan. Chaqmoq drobilkalar tayyorlash sexida har bir sotilgan texnikaga 1 oy kafolat va baliqchiliklar kanalidan kelgan xaridorlar uchun 3 oy servis xizmati bepul. Drobilkalarimizning narxiga kelsak, 2.400.000 mingdan 3 million so'mgacha xarid qilishingiz mumkin. Ha aytgancha, O'zbekiston bo'ylab dastovkamiz mavjud. Vodiy bo'ylab esa mutlaqo bepul. Drobilkalarimizni afzalliklari qo'l, quruq, makka, bug'doy, poxol, mosh palaklarini chiqaradi. Siz bilan birga ko'rib chiqqan Chaqmoq drobilkalar ishlab chiqarish sexi manzili Namangan shahri Qo'rg'oncha mahallasi yo'lning yuzida joylashgan. Siz bilgan Qurama banisasi ro'parasida. Drobilka haqida to'liq ma'lumot olishni yoki xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin.